Mega Bazar mobil ilovasini Play Marketdan yuklab olib, ilovada ro'yxatdan o'tmasdan turib, e'lonlarni ko'rish jarayonini ko'rsatmoqchiman. Mega Bazar deb yozamiz va yuklab olamiz. Yuklab olingandan keyin ilovaga kiramiz, tilni tanlaymiz va barcha kategoriyalar ko'rinadi. Ilovani yana qulaylik taraflardan biri xaridor sotuvchini Telegram lichkasiga kirib yozish imkoniyati bor. Va katta qulaylik taraflardan biri sotuvchi mahsulotni 2 minutgacha videoga olib joylashtirishi mumkin. Bu xizmat ham hozir bepul. Hozir video obzor ko'rsataman. Shu hovlida bor. Videoni qisqa qilib ko'rsataman. Agar e'lon joylashtirmoqchi bo'lsa, ro'yxatdan o'tish kerak bo'ladi. Ism, nomer va parol o'ylab topasiz.